Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Bu haftalik Istiqlol xabarlari programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdulloh Yalqin. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, oldin biz iqtinoga bu hafta huzuruna sunmoqchi bo'lgan xabarimizning asosiy mazmunini tunishtiramiz. Iqtinoda 8-navbatlik Dunyo qarindoshlik uchrashuv yig'inining xulosa dokumenti e'lon qilindi mavzu xabarimiz bo'ldi. Shundaqla bu yig'in Turkiyaning TRT Ovoz kanalida kun tartibga keldi. Shundaqla Turkiyada Xitoyga manfaat, ya'ni Xitoy manfaati uchun xizmat qilgan ikki organ rasmiy ma'muriy qarornomaga asosan taqib etildi mavzuli xabarimiz. Shundaqla Hindiston 3 Xitoy muxbirini qo'g'lab chiqardi mavzuli xabarimiz bo'ldi. Hindiston armiyasi Xitoy Hindiston chegarasiga tankni o'rnashtirib bir qancha kundan keyin Xinhua agentligining 3 nafar muxbirini qo'g'lab chiqardi. Bu va bundan boshqa xabarimiz diqqatingizda bo'ldi. Diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Qarindoshlik uchrashuv yig'inining xulosa dokumenti e'lon qilindi. Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyati tarafidan o'rinlashtirilib 4 kun davom qilgan 8-navbatlik Dunyo Sharq Turkistonliklar qarindoshlik uchrashuv yig'inining xulosa dokumenti e'lon qilindi. Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyati tarafidan yilda bir qatim o'tkazilib kelayotgan Dunyo Sharq Turkistonliklar qarindoshlik uchrashuv yig'inining 8-qatimligi 7-ayning 18-kuni Istanbulda boshlanib 21-kuni payshanba muvaffaqiyatli oxirlashdi. Yig'inga dunyoning o'xshamagan joylaridan kelgan tashkilot rahbarlari, jurnalistlar, tadqiqotchilar, ziyolilar, diniy ulamolar va Uyg'ur yoshlar bo'lib 120 dan ortiq kishi qatnashdi va Sharq Turkiston mujohadalasida sog'lom ideya, to'g'ri harakat degan temani asos qilgan holda muzokara va mulohiza elib berildi. Yig'inning 17-iyul Istanbulning Zaytinburnidagi Madaniyat san'at markazida o'tkazilmoqchi bo'lgan ochilish murosimi Turkiyada harbiy isyon yuz bergan vaqtga to'g'ri kelganligi uchun bekor qilindi. 18-iyul dushanba kuni Durusu klub mehmonxonasida boshlangan 8-navbatlik Dunyo Sharq Turkistonliklar qarindoshlik uchrashuv yig'ini 21-iyul payshanba kuni oxirlashgan bo'lib, 4 kun davom qilgan yig'inda muzokara va muhokama qilingan temalar tovanligicha. Birinchi, Sharq Turkiston mujohadalasida sog'lom ideya, to'g'ri harakat elib berish. Ikkinchi, harakatimizning islomiy e'tiqod va fikriy yo'nalishida o'ttir yo'l engini o'stirish. Uchinchi, Sharq Turkiston mujohadalasida inkorchilik engini ag'dirib tashlash. To'rtinchi, islomiy jihad va davlat barpo qilishning Qur'on va sunnatdagi o'rni. Beshinchi, Sharq Turkiston mujohadalasida natija qozonishning yo'l va metodlari. Oltinchi, Sharq Turkiston mujohadalasida lobbichilikning ahamiyati. Yettinchi, Sharq Turkiston mujohadalasida media va tashviqotning roli va ahamiyati. Yig'in oxirida 8-navbatlik Dunyo Sharq Turkistonliklar qarindoshlik uchrashuv yig'inining xulosa dokumenti e'lon qilindi. 4 kun davom qilgan yig'in oxirida dunyoning har qaysi joylaridan kelgan vakillardan bir qancha kishi munbarga chiqib xulosa dokumentini birlikda e'lon qildi. Xulosa dokumentini Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyatining raisi Hidoyatulloh O'g'izxon o'qib o'tdi. 8-navbatlik Dunyo Sharqiy Turkistonliklar qarindoshlik uchrashuv yig'ini 21-iyulda oxirlashgan bo'lib, 4 kun davom qilgan yig'inda muzokara va muhokama qilingan temalar tövəndikicha. Birinchi, Sharqiy Turkiston mujohadalasida sog'lom ideya, to'g'ri harakat elib berish. Ikkinchi, harakatimizning islomiy e'tiqod va fikriy yo'nalishida o'ttir yo'l engini o'stirish. Uchinchi, Sharqiy Turkiston mujohadalasida inkorchilik engini ag'dirib tashlash. To'rtinchi, islomiy jihad va davlat barpo qilishning Qur'on va sunnatdagi o'rni. Beshinchi, Sharqiy Turkiston mujohadalasida natija qozonishning yo'l va metodlari. Oltinchi, Sharqiy Turkiston mujohadalasida lobbichilikning ahamiyati. Yettinchi, Sharqiy Turkiston mujohadalasida media va tashviqotning roli va ahamiyati. Yig'inda Sharqiy Turkiston mujohadalasida harakat yo'nalishining to'g'ri bo'lishi uchun sog'lom fikrning hal qilg'uch rol o'ynaydiganligi haqida chuqur muzokara va muhokamalar elib berildi. Yig'inda Sharqiy Turkiston zeminining Uyg'ur qatorliq barliq Turkiy xalqining vatani ekanligi, Xitoy tajovuzchilari tomonidan ishg'ol qilingan zemin ekanligi, Xitoy tajovuzchilarini qo'g'lab chiqarib, egilik huquqi tamamen Sharqiy Turkiston xalqiga oid bo'lgan islomiyat, azodiyat, adolat, uxuvvat tin iborat 4 asosiy qoida tuzumlarini
o'lcham qilgan mustaqil bir davlat qurib chiqish uchun islom diniga xilof bo'lmagan barliq usul choralarni qo'llanishning haqliq ekanligi ta'kidlandi. Sharqiy Turkiston mujodilasining amaliy harakatida oshqunlik va tushkunlikdan xoli o'ttira yo'lni tutishning zarurligi o'ttiraga qo'yildi. Her bir Müslümanın dini, vatani, cini, mal mülki, iffet nomusu ve izzet aburuyunu qo'llash yo'lida elib berildiğin kurashning birinci derecede cihat hesaplandığı ve bu cihatning şu yerde yaşayotgan Müslümanlar için farz-ı ayn bo'ldiganligi, şu yolda cinini pida qilganlarning shahid qilindiganligi Kur'an, sünnetin delil, paketler bilen şerhlab berildi. Yığında yana inkarçılık ve tekfirçilik, yani vatanını inkar kılış, milletini inkar kılış, bayrağını inkar kılış, özüdün başka Müslümanlarını, özünün sepidin bulmayan kerindaşlarını murtedke çıkarıp dışının İslam dininin ruhi xilaf ikenligi Kur'an hadisinin delil keltirilip oturuğa koyuldu. Ve bu hata fikirinin Şarkı Türkistan mücadelesinde ornunu toldurğılı bolmaydigan ağır facialarını elip kelivatqanlığı, bundan keyinki mücadelede yolumuzda nihayet zor buhranın kelip çıkışıga yol açıdığanlığı ta'kidlendi. Şarkı Türkistan mücadelesinde axbarat ve teşvikatının rolü ve ehemmiyeti muayyenleştirilip, haqliq davayımızın her qaysi ellerge şular qabul qila oladigan usullar arqali tushundirish ve hisdaşlıqını qo'lga keltirish. Xitoyning Sharqiy Turkistonda yurgizayotgan zulm ve besim siyasetlerini dunyoga fosh qilish orqali Sharqiy Turkiston xalqining haqsizlikka uchrayotganligini delil isbotlar bilan e'lon qilish. Xitoyning dinimizga, tilimizga, milliy madaniyat, örf odatlarimizga qarshi elib berayotgan ta'tir tashviqot hujumlariga qarshi tashviqot elib berish. Xitoyning Sharqiy Turkiston xalqini qaralash maqsadlarida elib berayotgan ta'tir tashviqotlarning yolg'on va asossiz ekanligini isbotlash orqali Xitoyning jinoyatini dunyo jamoatiga anglatish kerakligi ta'kidlandi. Bunu amalga oshirish uchun bugungi kundagi ijtimoiy taratquv ve aloqa vositalaridan unumli foydalanishning zarurligi ta'kidlandi. Yig'in jarayonida yana Sharqiy Turkiston mücadelesinde lobbychilik faaliyetlerini kuchaytirishning zarurligi ta'kidlandi. Lobbychilikda har qaysi davlat arbobları ve ijtimoiy tashkilotlarga ta'sir ko'rsatish orqali ularning Sharqiy Turkiston davoyimizni qo'llashini qo'lga keltirish kerakligi ta'kidlandi. Yığında yana Sharqiy Turkiston mücadelesinde natija qozonish yo'l ve metodları mulohaza qilinib, Sharqiy Turkiston mücadelesinde g'oya, maqsadni aniq bekitish, vaziyatni to'g'ri analiz qilish orqali yo'l xarita, strategiya, siyosatlarni belgilash. Davoni xalqaralashtirish, tashkilotlarni qurumlashtirish, siyosatchilarni mutaxassislashtirish qatorliq muhim nuqtalar o'tirib qo'yildi. Yığında oturup koyulgan teklif ve tavsiyeler. Birinci, vatan içi ve sırtındaki Şarkı Türkistanlıklarının tecavüzcü Xitayını düşman dep tutuş enini östürüş. İkinci, yenimizdeki düşmanını taşlap, başka yerden düşman izleşten ibaret hata fikirlerine karşı teşvikat hizmetini kanat yediriş. Üçüncü, Şarkı Türkistan ölümaları xalqimiz duch kelayotgan ciddi meselelerde yetekçilik rolünü cari kıldırır. Dördüncü, teşkilatlar ara hemkarlık ve maslashishni kuchaytirish. Beşinci, muhacirette yaşayotgan xalqimizning dini, milliy, medeniyet, örf odatlarini canlandırış ve bu sahadaki amaliy faaliyetlerini qanot yaytirish. Emeylerinden Allah razı olsun. Hidayetullah Oğuzhan Türkiye parlamentidagi hal so'rash ziyaratiga qatnashdi. Sharq Turkiston Ma'rifa hamkorlik jamiyatining raisi Hidayetullah Oğuzhan Türkiye Büyük Millet Meclisi'de hal so'rash ziyaratiga qatnashdi ve Uyg'urlarning talablarini majlis raisiga yetkazdi.
Türkiye Xalisan Təşkilatlar Vəqfi, yəni TGTV'ye a'zo təşkilatlarının rəhbərləri və vəkilləri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ziyareti bulup, meclis binasının hərbi özgürüş uğrunuşu esnasında bombardımanga uçurğanlığı münasebeti bilen Meclis reisi İsmail Qahramandan hal sorudu. Merkezi İstanbul'da bulgan Şarkı Türkistan Ma'rif ve Hemkarlık Cemiyeti'nin reisi Hidayetullah Oğuzhan, cemiyetki vakaleten bu ziyaretke iştirak kıldı. 15 iyul Türkiye armiyası içindeki az bir kısım hərbi əməldarlar ve askerler qozğuğan hərbi siyasi özgürüş esnasında Türkiye Büyük Millet Meclisi hain askerler tarafından F-16 jang aeroplanında bombardıman kılındı. Aynı vakitte parlament reisi İsmail Qahraman ve 50'den artık parlament azası hayatının xavfga uçuruşu qaramasdan bu yerden ayrılmagan. Ziyaret kelgan vekiller heyeti bombardımanda buzg'unchilikqa uçurgan joylarni ko'zdan kechirdi. İsmail Qahraman ve başka millet vekillerinin devlet reisi Recep Tayyip Erdoğan'ın rehberligida harbiy isyonga qarshi ko'rsatgan jasoratini olqishildi ve memnuniyetlerini bildirishdi. Hidayetullah Oğuzhan Efendi'nin bildirishicha ziyaret esnasida İsmail Qahraman bilan bevosita uchrashib, Uyg'urlarning nüfus ve başka jihatlardagi qiyinchiliklarni yetkazish fursati bo'lgan. Başka teşkilat rehberlerimi Uyg'urlarning haqiqatan qiyin vaziyatda ekanligini bildirgan. Bu vaqtda yozilgan iltimos xati İsmail Qahramonga topshirib berilgan. Shuning bilan birga Oila va ijtimoiy ishlar ministrligiga Uyg'urlarning talablari yozilgan iltimos xati topshirib berilgan. Türkiye'nin TRT Avaz kanalida Sharq Turkistonliklar qarindoshlik uchrashishi kun tartibga keldi. Türkiye'nin bütkül Türk dünyasıga qaratilgan TRT Avaz kanalının Türkistan gün tertibi programmasida bu hafta İstanbul'da çağırılgan 8. nöbetlik Dünya Sharq Turkistonliklar qarindoshlik uchrashishi gün tertibga keldi. Evet, hafta öne çıkan haber başlıklarına da birlikte baktık. Doktor Fahri Solak riyasatçılık qildigan mazkur programma her shanba kuni ko'rsatilgan bo'lib, programmaning 23 iyuldagi sonida İstanbul'da çağırılgan xalqaro Sharq Turkistonliklar uchrashish yig'ini ustida suhbat o'tkazildi. Programmaga yillardan buyon mazkur yig'inni uyushtirib kelayotgan Sharq Turkiston Ma'rif va Hamkorlik Jamiyati raisi Hidayetullah Oğuzhan bilan bu yig'inga boshqa davlatlardan kelib qatnashgan Shvetsiya Uyg'ur Ma'rif uyushmasining mas'uli Ahmad Tursun ve Qozog'istondan kelgan nashriyatchi Alisher qatnashdi. Programma soat 15dan 20da boshlanib, 16dan 10gacha davomlashdi. Programma riyosatchisi oldi bilan o'tgan hafta İstanbul'da yuz bergan harbiy siyosiy o'zgarish o'rnashini tilga olib, buning bu qitimqi yig'inga qanday ta'sir ko'rsatganligini so'radi. Hidayetullah Oğuzhan o'zining va boshqa Uyg'urlarning shu kuni Türk xalqi bilan birlikda isyonga qarshi namoyishga chiqqanligini, bu voqea sababli ba'zi mehmonlarning yig'inga kelolmaganligini va echilish murosimining o'tkazilmaganligini, lekin yig'inning yanada aslidagi plan bo'yicha vaqtida echilganligini bildirdi. Ahmad Tursun apandimo o'zining u vaqtda allaburun İstanbulga kelib bo'lganligini, shu kuni ko'chaga chiqqanligini, o'zlarining Shvetsiyadamo Türk qarindoshlarining har jihatdan qo'llashiga erishib kelganligini, Turkiyaning Uyg'urlar uchun intayin muhim ekanligini bayon qilib o'tdi. Programmada Ahmad Tursun apandi bilan Alisher apandi ilgari keyin bo'lib Shvetsiya va Qozog'istondagi Uyg'urlarning ahvolidan qisqacha ma'lumot berib o'tdi. Programmaning asosli qismi 18 iyuldan 21 iyulgacha İstanbul'da çağırılgan 8. nöbetlik Dünya Sharq Turkistonliklar qarindoshlik uchrashish yig'ini cho'rdab davom qildi. Hidayetullah Oğuzhan apandi bu yig'in haqida qisqacha tunishtirish berib o'tgandan keyin yig'inning bosh temasining Sharq Turkiston davosida sog'lom ideya va to'g'ri harakat qilib belgilanganligini bildirdi va bu temani tanlashning orqa ko'rinishi va ahamiyati haqida to'xtaldi. Yig'inda muzokara qilingan har bir kichik tema va buning Sharq Turkiston davosi va Uyg'ur musulmonlari bilan bo'lgan munosabati haqida fikr bayon qildi. Ahmad Tursun apandi bilan Alisher apandi Yevropa va O'rta Osiyodan kelib bu yig'inga qatnashgan mehmonlar bilan suhbat bilan yig'indan his qilganlari va yig'inning ahamiyati haqida to'xtaldi. Ahmad Tursun apandi o'zining 8 yildan buyon bu qarindoshlik uchrashishiga qatnashib kelganligini ta'kidlab o'tdi. Alisher apandimo 5 yildan buyon yig'inga qatnashayotganligini bildirdi. Türkiye Radyo Televiziya idorasi qarmog'idagi TRT Avaz kanali Türkistan kun tartibi ko'k qubbimiz qatorliq turli programmalarda Sharq Turkiston davosi va Uyg'urlarni tunishtirishga o'z sahifalaridan o'rin berib keldi. Atalmış İslam dinining o'ttirhal yo'l tutish ideyasi muhokama yig'ini tanqidga uchradi. Xitoy 20 iyul Urumchida ochgan atalmış İslam dinining o'ttirhal yo'l tutish ideyasi xalqaro muhokama yig'ini tanqidga uchradi. Xitoy tajovuzchilari xalqaro jamiyatning ko'zini bo'yash hamda Uyg'urlarga yurgizayotgan diniy va milliy besim siyosasidagi razil qilmishlarini yo'lliq qilib ko'rsatish uchun 7 oyning 20 kuni Sharq Turkistonning markazi bo'lgan Urumchi shahrida
atalmış islom dinining o'ttirhal yo'l tutish ideyasi xalqarалық muhokama yig'in temasida Rossiya, Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston, O'zbekiston qatorliq 6 davlatdan kelgan bir qism diniy zot deb qaralgan kishilar qatnashgan yig'in uyushtirdi. Tangritog' to'rining bu haqda bergan xabarida atalmış diniy tus oldirilgan bu yig'inga har xil sohadagi tadqiqotchilar va Xitoy tajovuzchilarining qo'rchoq rahbar xodimlari bo'lib, 100 ga yaqin kishilarning qatnashganligi bildirilgan. Yig'in yana Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkistondagi qo'rchoq raisi Shuhrat Zokir so'z qilib, diniy asabiylikning singib kirishi natijasida xalqaroda yuz berayotgan terrorlik harakatlarining keltirgan ziyonlarining ig'ir bo'layotganligini so'zlash bilan birga, Sharq Turkistonda yuz berayotgan tajovuzchilikqa va zulmga qarshi elib berilgan harakatlarni xalqarodagi bu terrorlik harakatlarga bog'lab tushundirgan. Undan boshqa atalmış diniy asabiylikka qarshi turish, atalmış davlatning birligi, millatlar ittifoqligi va ijtimoiy muqimlikni qo'g'dash, Sharq Turkistondagi diniy zotlarni o'z ichiga olgan har millat ommaning o'rtaq irodasi va onglik harakati deb bildirilgan. Tajovuzchi Xitoyning bu yig'iniga qatnashgan ishtirokchilari Sharq Turkiston xalqining zulm va tengsizlikka bo'lgan qarshiligi hamda o'zlarining islomda ko'rsatilgan hurlik, adolat, insoniy qadr-qimmatlarini talab qilib elib borgan harakatlarini asabiylik, o'ttir halliqdan halqib ketish deb sharhlab, islom dinining o'ttir halliq degan uqumini burmilab, o'zlarining elib berayotgan qirg'in va bosqinchilik jinoyatlarini yo'gashga tirishgan. Uyg'ur kuzatuvchilar Xitoyning qasddan holda bu xil yig'inlarni uyushtirib, o'zini ziyonkashlikka uchirg'uchi qilib ko'rsatishga urinayotganligini aybladi. Uyg'ur shokichik jarangliq she'ri bilan turk xalqiga madad berdi. Uyg'ur shokichik Mujohid Qashqarli Anqaraning Qizilay maydonida she'r deklamasiya qilib, bu yerga to'planib harbiy o'zgarishga qarshi milliy irodasini namoyon qilayotgan minglagan turk xalqiga madad berdi va ular bilan bir safda ekanligini ifodaladi. 15-iyul kechdagi harbiy siyosiy o'zgarish urinishi mag'lub qilingan bo'lsa-mu, lekin Turkiya xalqi Rais Rajab Tayyip Erdo'g'anning maydonlarni bo'sh qo'ymaslik chaqiriqiga ovoz qo'shib, butkul Turkiya miqyosida kechasi navbati turib kelmoqda. Turkiyaning har qaysi shaharlarida yashayotgan Uyg'urlarmi o'zlari turayotgan shaharlardagi namoyish faoliyatlariga qatnashib, harbiy o'zgarishga qarshi ifodasini namoyon qilib kelmoqda. Turkiya poytaxti Anqaraning markazidagi Qizilay maydonida she'r deklamasiya qilib, navbati turayotgan 10 minglagan kishining qalbini larzaga solgan shokichik Mujohid Qashqarli ana shu Uyg'urlarning biri edi. 24-iyul kechasi Anqara Qizilay maydoni qo'llarida Turkiya bayrog'i va harbiy o'zgarishga qarshi har xil shuarlar yozilgan plakatlarni ko'targan xalq bilan liq to'lgan edi. Kech soat 11:30 dan oshganda shokichik Mujohid Qashqarli sahnaga taklif qilindi. U Turkiyaning davlat she'ri bo'lgan Istiqlol marshining ijodchisi, marhum shoir Mehmet Akif Ersoyning harbiy o'zgarishlarga tukuringlar, rezillikni olqishlaganlarga tukuringlar, ahli salibning hayosiz yuziga tukuringlar, ularning ishongili bo'lmaydigan so'zlariga tukuringlar degan misralarini deklamasiya qilganda butkul maydon qaynam tashqinlikqa cho'mib kayfiyat jonlandi. Uyg'urlarimiz Zaytinburnu maydonida kollektiv holatda vatan qo'g'dash faoliyatiga qatnashdi. Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyatining o'rinlashtirishi bilan Zaytinburnu maydonida to'plangan Uyg'urlar qo'llarida Sharq Turkiston bayrog'i va Turk bayrog'ini ko'tarib, Turk xalqi bilan birlikda harbiy o'zgarishga qarshi davlatni va milliy irodani qo'g'dash faoliyatiga qatnashdi. 15-iyul harbiy o'zgarish urinishi Turk xalqining o'z rahbarlarining chaqiriqiga ovoz qo'shib, ko'chalarga to'kilib, isyonga qarshi tik turishi bilan tarmar qilindi. Garchi oradan 2 hafta o'tgan bo'lsa-mu, Turk xalqi davlat raisi Rajab Tayyip Erdo'g'anning maydonlarni bo'sh qo'ymayli degan chaqiriqiga ovoz qo'shib, har kechasi maydonlarda navbatda turib kelmoqda. Istanbulning Zaytinburnu rayoni Istanbulda Uyg'urlar eng ko'p o'ltiraqlashgan rayon. Bu yerda yashayotgan Uyg'urlar harbiy o'zgarish bo'lgan kuni kechasi Turk xalqi bilan bir safda turgan edi. Zaytinburnu kultur va san'at markazining oldidagi maydonmi navbatda turg'ishlar yig'ilgan o'rinlarning biri bo'lib, bu yerda har kuni kech minglagan kishi to'planmoqda. 25-iyul dushanba kuni kech Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyatining o'rinlashtirishi bilan Zaytinburnu va Safakoy rayonlaridan kelgan yuzlagan Uyg'ur bu yerda navbatda turdi. Uyg'urlar jamiyat raisi Hidoyatullo O'g'uzxonning boshchiligida
Zaytinburnu'dagi Bug'raxon oshxonasi oldida yig'ilib, qo'llarida Sharq Turkiston va Turkiya bayrog'ini ko'tarib, saf bo'lib Zaytinburnu maydoniga yetib keldi. Maydon allaburun kishilar dengiziga aylangan bo'lib, Uyg'urlarning yetib kelishi bilan kayfiyat texmo jallanib, qaynam tashqinlikqa cho'mdi. Maydonga o'rinlashtirilgan cho'ng ekranda ay yulduzli ko'k bayroqlar alohida jo'lalandi. Bu manzara Turkiyaning Ulki TV kanalida naq maydondan tarqatildi. Navbat turish yig'ilishiga qatnashayotgan Uyg'urlarning bildirishicha, bu Sharq Turkiston davosini jonlantirish uchun bir yaxshi fursat hisoblandi ekan. Egilishimizcha Uyg'urlar har kuni ixtiyoriy holatda Zaytinburnu maydoni va boshqa o'rinlarda turk xalqining yig'ilishiga qatnashib kelmoqda. Hindiston 3 Xitoy muxbirini qo'g'lab chiqardi. Hindiston armiyasi Xitoy-Hindiston chegarasiga tanki o'rinlashtirib, necha kundan keyin Xinhua agentligining 3 nafar muxbirini qo'g'lab chiqardi. Hindiston vaqt kezining 24-iyul xabar qilishicha, Hindiston hukumatı Xinhua agentligining yangi deklida turishliq bir muxbiri va Bombayda turishliq 2 muxbirining vizasini uzartib berishini rad qilgan, hamda ularning 31-iyuldan burun Hindistondan ayrilishini talab qilgan. Xabar qilinishicha, bu 3 muxbir yolg'on salohiyatda yoki boshqalarning qiyofatida nazorat ostidagi joylarni ziyorat qilgan. Hukumat istixborot organlarining andisini nazarda tutib, yuqorqi qarorni chiqargan. Hindiston vaqt kezida bu 3 kishining muxbirlik salohiyatiga mos kelmagan faoliyatga qatnashganligi tilga olingan. Bir qism mutaxassislar bu ishning ikki davlat munosabatiga salbiy ta'sir elib kelganligini ilgari surgan. Tahlilchilarning qarashicha, yaqinda ikki davlat munosabati jiddiylashgan bo'lib, o'tgan oyda Koreya poytaxti Seulda o'tkazilgan yadro ta'minlaguchilar guruhi yig'inida Hindiston bu guruhning a'zoligiga erishalmagan. Xitoy Hindistonning bu guruhga kirishiga qarshi turgan birdan-bir davlat ekan. Igincha yaqinda Hindiston taratqularida Hindiston armiyasining Xitoy-Hindiston chegarasidagi Ladakh rayoniga beronovitlik askar o'rinlashtirgan ko'rinishi berilgan bo'lib, 100 ga yaqin tanka chegaraga bir necha kilometr keladigan joyga to'plangan. Bu 1962-yildagi Xitoy-Hindiston urushidan buyon Hindistonning tunji qitim bu rayonga tanki o'rinlashtirishi ekan. Turkiyada Xitoy manfaati uchun xizmat qiladigan 2 organ taqib etildi. Turkiyada faoliyat elib berayotgan 2 Xitoy organi rasmiy ma'muriy qarornomaga asosan taqib etildi. Turkiyada 15-iyul yuz bergan amalga oshmagan harbiy siyosiy o'zgarish o'rinishidan keyin Turkiya hukumati 3 oylik jiddiy holat e'lon qildi. Jiddiy holat doirasida chiqarilgan tunji qonuniy kuchga ega qarornomaga asosan maktab, jamiyat va vaqfa qatorliq nurg'unlagan organlar taqib etildi. Turkiyada faoliyat elib berayotgan Xitoy-Turkiya do'stlik fondi jamiyati bilan Turkiya-Xitoy savdo sanoatchilar birlashmasimi rasmiy gazetda e'lon qilingan taqib etilgan organlar tizimligida o'rin oldi. Egilinishcha, bu tashkilotlar Turkiyada davlat ichida davlat qurishga uringan parallel organlar bilan Xitoyning hamkorligida qurilgan bo'lib, Sharq Turkiston davosiga va Turkiyadagi Uyg'ur muhojirlarga passiv ta'sir ko'rsatib kelgan. Turkiya-Xitoy do'stlik fondi jamiyati bir qator faoliyatlar orqali Xitoyni pardozlab ko'rsatish va Sharq Turkiston davosining obrazini xunuklashtirishga urinib kelgan. Bu qitimqi qarornomaga asosan Turkiyada Fathullahchi terrorlik tashkiloti bilan aloqasi bor bo'lgan 35 sahiya organi, 1043 maktab, kurs va o'quvchilar yotqi, 1229 ommaviy tashkilot, fondi jamiyat va savdo organi, 19 uyushma va federatsiya, 15 oliy ma'arif organi taqib etildi. Rossiya aeroplanini askarlar o'z qarori bilan tushirgan. Turkiya muavin bosh ministri Mehmet Şimşek o'tgan yili 24 noyabr Turkiya Suriya chegarasida etib tushirilgan Rossiya jang aeroplani haqida askarlarning o'z qarori bilan urib tushirilgan dedi. 2015-yili 24 noyabr Rossiyaning bir jang aeroplani Turkiya Suriya chegarasida Turkiya armiyasi tomonidan havo tavallikimizga tajovuz qildi deb aytib o'tilgan edi. Aeroplan kirishi sababli ikki davlat munosabati yomonlashishi yuzlangan. Aradan 8 oy o'tganda ikki davlat qaytadan munosabatini normallashtirishga boshladi. 26-iyul Turkiya muavin bosh ministri Mehmet Şimşek va iqtisod ministri Nihat Zeybekchi Rossiyada ziyorati bo'ldi. Ba'zi Turkiya taratqullari ikki ministrning ziyoratini ikki davlat munosabatida yangi sahifa echilishining umidi deb xabar qildi. Muavin bosh ministr Mehmet Şimşek Rossiya moliya ministri bilan ko'rishganda yuqorqi so'zni aytgan. Mehmet Şimşek yana Rossiya aeroplanini etib tushirgan uchuvchilarning 15-iyuldagi harbiy o'zgarish asnosida bombardimanga qatnashganligiga doir isbotlarning borligini ta'kidlab o'tgan. Turkiya davlat raisi Recep Tayyip Erdo'g'an 15-iyul harbiy o'zgarish o'rinishida qo'lga olingan uchuvchi haqida Rossiya aeroplanini etib tushirgan askarning
Fathullah Gülen bilan aloqasi borligini tilga olgan. Yana bir tarafdan Turkiya Cumhuriyeti raisi Recep Tayyip Erdoğan oldimizdagi 8 ayning 30'ida Rossiyada ziyorati bo'lib, Putin bilan ko'rishdi. Xitoyning shimolidagi rayonlar suv ostida qoldi. Xitoyning ko'p qism joylari bir necha haftadan buyon qari yomg'ir keltirib chiqargan kalkun ofatiga uchirmoqda. Kalkun ofati dastlabda Xitoyning janubiy rayonlarida boshlangan bo'lib, hozir Xitoy poytaxti Beijing va atrofdagi rayonlar suv ostida qolmoqda. Xitoy Xalq ishlari ministrligining 21-iyul e'lon qilishicha, yaqinda shimoliy qismdagi o'lka shaharlarda yuz bergan yomg'ir va kalkun ofatida 75 odam o'lgan yoki yo'qolib ketgan. Bu yilning oldingi yarmida kalkun sababli o'lgan yoki yo'qolib ketganlar soni 576 ga yetgan. Xabar qilinishicha, qattiq yomg'ir sababli Xitoyning shimolidagi 6 o'lka, 35 shahar, 131 nahiya ofatga uchragan. Bevosita iqtisodiy ziyon 840 millionga yetgan. Amerika ovoz to'rining 24-iyul xabar qilishicha, Xitoyning shimoliy rayonlaridagi kalkun ofatida 150 odam o'lgan, yuzlagan kishi yo'qolib ketgan. Xitoyning shimoliy qismidagi rayonlar ichida Xebey o'lkasi eng og'ir ziyonga uchragan. Bu o'lkada 114 odam o'lib, 111 odam yo'qolib ketgan. Xebey o'lkasining Shingtay shahri 20-yildan boshlab kalkun ofatiga uchragan bo'lib, bu shaharda 1,678,000 kishi ofatga uchragan. 24-yilgacha 34 odam o'lib, 13 odam g'oyib bo'lgan. Aholilar doirlarning vaqtida ogohlantirish bermaganligidan qattiq g'azablangan. Xitoy Markaziy meteorologiya idorasi 24-iyul kech yomg'irdan ko'k ranglik ogohlantirish tarqatib, 25-yil kechgacha Xitoyning shimoliy qismidagi Xebey, Beijing va Liaoning qatorliq rayonlarda bir maydon qattiq yomg'ir yog'adiganligini uqtirgan. Xabar qilinishicha, Beijingda yomg'ir hujumi sababli A darajalik manzil rayonidan 39 taqib etilgan. 24-yildan boshlab yoqqan yomg'ir Xi'an shahrini suv shahriga aylantirib o'tgan. Nurg'un yo'llarga suv yig'ilib, qatnash palach halga tushib qolgan. Nurg'un shahar aholisi sirtda qamalib qolgan. Xi'andagi 39 yo'l bo'ligida suv yig'ilib qolgan bo'lib, 20 yo'l bo'ligi qamal qilingan. Xi'anda kelgusi 3 kunda davomli yomg'ir yog'adiganligi haqida qizil ranglik ogohlantirish chiqarilgan. Türkiye-Amerika munosabati jiddiylashishga boshladi. 15-iyul Turkiyada yuz bergan harbiy siyosiy o'zgarish o'rinishidan keyin Turkiyaning Amerika va Yevropa bilan bo'lgan munosabatida jiddiylik ko'rilishga boshladi. Turkiya bu qatimqi harbiy siyosiy o'zgarishni Fathullah Gülen tashkilotining planlaganligini e'lon qildi. Turkiya amaldorlari Amerika doiralari bilan bo'lgan har qatimliq telefon suhbatida Amerikada panohlanayotgan Fathullah Gülenni qaytarib berishni talab qildi. Lekin Amerika bo'lsa Turkiya ta'minlagan hujjatlarga qarab chiqadiganligini bildirgan bo'lsa-mu, Gülenni qaytarib berish yoki bermaslik haqida aniq ifoda bildirmadi. Shuning bilan birga Turkiyaning Yangi Shafaq gazetida bu qatimqi harbiy o'zgarishda amerikalik bir sobiq qo'mondonning qo'li borligi haqida xabarlar berilgandan keyin Amerika yuqori darajalik amaldorlari Turkiya rahbarlariga telefon qilib, bu xil qarashlarning asossiz ekanligini ta'kidladi. Qisqa vaqt ichida Amerika prezidenti Obama bilan Turkiya raisi Recep Tayyip Erdoğan, Amerika muavin prezidenti Joe Biden bilan Turkiya bosh ministri Binali Yildirim, Amerika tashqi ishlar ministri John Kerry bilan Turkiya tashqi ishlar ministri Mevlut Çavuşoğlu va ikki davlat armiyalarining bosh shtab boshliqlari orqa-orqadan telefonda ko'rishdi. Lekin ikkili taraf o'z qarashida ching turdi. Turkiya tashqi ishlar ministri Mevlut Çavuşoğlu 28-iyuldagi bir televiziya ziyoratida Amerikadan Gülenni qaytarib berishni agar bu masala hal qilinmasa ikki davlat munosabatiga ta'sir ko'rsatganligini bildirdi. Ilgarilishicha, Turkiya hukumatı tashqi ishlar ministri va adliya ministrini Gülenni qaytarib kelish ishini muzokara qilish uchun Amerikaga avatdi ekan. Yana bir tarafdan Yevropa ittifoqi Turkiya hukumatining harbiy o'zgarish urinishidan keyin elib berayotgan tadbirlarga qarata andishini o'ttirg'a qo'ydi. Turkiya amaldorlari bo'lsa Yevropaning bu pozitsiyasiga norozilik bildirdi. Hörmətli televizor görüşlər, şuna qılıb bu haftalik istiqlal xəbərdir. Proqramımız müşərdə axırlaşdı. Kelər qıtımqa proqramımızı görüşəcək. Sizlərlə Cənab-ı Allah tapşırmız. Şuna qılıb proqram axırda ekran arxısındakı barlıq xizmət açılmağa köpdən köp rəhmət etmən. Assalamu aleykum və rəhmətullahi teala və barakatuhu.